Assalomu alaykum. Bugungi videoda juda ko'p erkaklarda uchraydigan va uyalib gapira olmaydigan muammo haqida gaplashamiz. Ya'ni jinsiy aloqa vaqtida so'lib qolsa yoki olatning yotib qolishi sabablari va yechimlari haqida gaplashamiz. Ushbu holat juda keng tarqalgan muammo. Siz qaysi yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar har qanday erkakda hayotida bir yoki ikki marotaba bo'lsa ham kuzatilishi mumkin. Agar bu holat bir marta yo ikki marta kuzatilsa, bu unchalik xavotirli emas. Ushbu holat 1 oy, 2 oy, 3 oylab cho'ziladigan bo'lsa, davolanishni talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Birinchisi psixologik sabablar. 60-70% holatlarda psixologik sabablar ereksiyaning kuzatilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi marta aloqaga kirishish yoki har doim qo'rqish aloqadan, menda o'xshamaydi, menda bo'lmaydi, men oldin bunaqa holatga tushmaganman, hozir uyalib qolamanmi degan o'y-xayollar bilan aloqaga kirishish. Ushbu vaqtda bosh miyada adrenalin gormoni oshadi va juda ham miqdori pikka chiqadi. Adrenalin esa ereksiyaning dushmani hisoblanadi. Qon tomirlarini siqib qo'yadi. Natijada olatga qon to'liq yetib kelmaganligi sabab uning torayib so'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi stress va uyqusizlik. Ba'zilar tungi smenada ishlaydi yoki uzoq vaqt charchaydigan ishlarda ishlaydi. Ushbu holatlar ereksiyaga ta'sir qiladi. Ya'ni doimiy charchoq, uyquning yetishmasligi va doimiy stressda yurish o'z ta'sirini o'tkazadi va aloqa sifatiga ta'sir qiladi. Ushbu holatda ereksiyaning to'liq kuzatilmasligi uchrab turadi. Ya'ni stress sababli olat tarang holatga kelmaydi. Uchinchisi qon aylanish bilan bog'liq muammolar. Ya'ni qon aylanish doirasidagi kasalliklar, prostata kasalliklari yoki uzoq vaqt tamaki chekish ham modda almashuviga ta'sir qiladi va odamning ortiqcha semirib ketishiga sabab bo'ladi. Ortiqcha semirib ketish esa testosteron muvozanatini buzadi va ereksiyaning yetarli bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Qon aylanish qachonki agar qon aylanish doirasida qon oqimi past bo'ladigan bo'lsa, pastki oblastlarga, ya'ni pastki qismlarga qon yetarlicha yetib bormaydi. Ereksiyadan keyin 5-6 daqiqadan keyin ereksiya pasayib qolishi mumkin. To'rtinchisi sabablardan biri bu infeksiyalar, ya'ni yallig'lanish jarayonlari. Jinsiy yo'ldagi infeksiyalar, uretrit, jinsiy yo'ldan yuqadigan xavfli infeksiyalar, xlamidия, ureoplazma, gonoreya kabi kasalliklar jinsiy sistemaga ta'sir qiladi. U yerdagi o'tkazuvchanlikni va nerv sezuvchanligini pasaytiradi. Natijasida ereksiyaning yetarlicha bo'lmasligi yoki umuman ereksiyaga kirisha olmaslik holatlari ham uchrab turadi. Bundan tashqari xavfli bo'lmagan infeksiyalardan siydik yo'llar infeksiyalari, sistit, prostata kasalliklari ham yallig'lanish kuchayib ketganligi sabab muvozanatni buzadi va keyinchalik esa ereksiyaning qattiq bo'lmasligiga ta'sir qilishi mumkin. Beshinchi sababi bu gormonal muvozanatni buzilishi, ya'ni testosteronni pasayishi. Testosteronni past bo'lishi ertalabki ereksiya kuzatilmaydi. Qon aylanish doirasida qon aylanishiga ham ta'sir qiladi. Uyqusizlik, stress sabablari bu gormonlar pastga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Testosteron past bo'lgandan keyin jinsiy aloqaga bo'lgan xohish kamayib ketadi va bevosita ushbu holat ereksiyaga ham ta'sir qilishi mumkin. Agar ushbu holat kuzatiladigan bo'lsa, gormonlar tekshiruvini amalga oshirish kerak bo'ladi. Xo'p, 6-sababi esa mexanik sabablar yoki har xil pozalardan foydalanish. Jinsiy aloqa vaqtida har xil keraksiz pozalardan foydalanish olatning qisilib qolishiga sabab bo'ladi, ya'ni olatda qon aylanishi buziladi. Olatga yaxshi qon bormagandan keyin ereksiya to'liq bo'lmaydi. Biz bilamizki, ko'pchiligimiz bilamiz, olatning tarang holatda bo'lishini qon ta'minlab beradi. Shuning uchun jinsiy aloqa vaqtida pozalardan foydalanayotganda olatning erkin kirib chiqishini ta'minlash kerak bo'ladi. Ushbu holatlarda nima qilish kerak va amaliyotda qanaqa yechim izlash kerak bo'ladi? Birinchi navbatda, agar ushbu holat sizda 1 yoki 2 marta kuzatilayotgan bo'lsa, bu unchalik xavotirli holat emas. Chunki bu juda ko'pchiliklarda sabab bo'lishi kelib chiqishi mumkin. Sabablarini tepada aytib o'tdik. Ushbu sabablarga qarab yechim izlash kerak bo'ladi.
Ya'ni birinchi navbatda psixologik tenglikni ta'minlash, xavotirdan, stressdan uzoqlashish, jinsiy aloqaga kirishishdan oldin odam o'zini erkin his qilish. Har xil xavotirlar muammoni yanada ham ko'paytirishi mumkin. Agar sizda situatsion, ya'ni mana shunaqa psixologik sababli ereksiya yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, bunga faqatgina xotirjamlik orqali erishish mumkin. Unga har xil dori preparatlari ichish yoki har xil tekshiruvlar qilish deyarli foyda bermaydi. Keyingi muammolardan bittasi modda almashinuvini yaxshilash, to'g'ri kun tartibini tuzish. Ya'ni bu qanaqa yordam beradi? Doimiy uyquning normal bo'lishi, ya'ni kun davomida 7-8 soat uyquni ta'minlash, stressdan uzoqlashish, to'g'ri ovqatlanish, ya'ni foydali oqsilga boy bo'lgan oziqlarni iste'mol qilish, tamaki, spirtli ichimliklar, har xil gazli ichimliklardan chetlashish bu ereksiyaning yaxshi bo'lishiga yana bitta imkon yaratadi. Ushbu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, uy sharoitida har xil mashqlar bajarsa bo'ladi. Ya'ni prisedaniya, kun davomida 3-4 mahal o'tirib turish yoki yugurish, har xil mashqlardan shug'ullanish yana ham testosteronni ko'p ishlab chiqarishiga olib keladi. Natijada esa ereksiya bardavom va baquvvat bo'ladi. Bundan tashqari, agar sizda siydik yo'llarida infeksiya bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, prostata tekshiruvi, siydik analizlar tekshiruvini qilish kerak bo'ladi. Ushbu holatga qarab asosiy yallig'lanish kasalliklarini kamaytirish yoki davolash kerak bo'ladi. Davo choralari o'tkazilgandan keyin, yaxshi davolangandan keyin, agar buni sababi infeksiya bo'ladigan bo'lsa, sizda ereksiya yana qayta tiklanadi. Ya'ni erta so'lib qolish holatlari kuzatilishi kamayadi. Bundan tashqari yana gormonlarni tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Agar sizda ertalabki ereksiya kuzatilmasa va jinsiy aloqa vaqtida qoniqish hissi bo'lmasa, orgazm bo'lmasa, doimiy sizda oylab, yillar davomida ushbu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, gormonlar tekshiruvini o'tkazish kerak bo'ladi. Asosan testosteron, prolaktin va qandni tekshirish kerak bo'ladi. Ushbu xulosalardan chiqadigan natijalarga qarab kerakli lecheniya va tavsiyalar olish foydali bo'ladi. Eng asosiysi esa jinsiy aloqaga kirishda psixologik seansni, ya'ni o'zaro muloqotni yaxshilash kerak. Bir-biriga bo'lgan ishonch, bir-biriga bo'lgan munosabatlar jinsiy aloqaning sifatli va uzoq va keraklicha bo'lgan zavqni bera oladi. Ushbu holatlar kuzatilayotgan erkaklarda uchraydigan eng katta xatolar, ya'ni ushbu holat kuzatildi, siz tez qiladigan xatolar. Birinchi navbatda har xil dori preparatlarni birdaniga qabul qilishga shoshilmang. Bu sizga yordam bermaydi. Ya'ni stress bo'la turib doridan ichsangiz, ereksiya baribir kuzatilmaydi. Faqatgina organizmga ortiqcha dori kiritganingiz qoladi. Keyingi ikkinchi sababi esa har xil pozalardan foydalanish. Srazi pozalarni o'zgartirish, bu pozada bo'lsa yaxshi bo'lib qoladi, mana bunaqa bo'lsa yaxshi bo'lib qoladi degan narsalar ham deyarli yordam bermaydi. Asosiy sababni aniqlash kerak birinchi navbatda. O'sha sabablarga qarab yechim topish kerak bo'ladi. Yana bitta eng yomoni xavotirga tushish. Xavotirni kamaytirmasa, ereksiya qayta tiklanmaydi. Ya'ni xavotir yana va qayta xavotir qilish bu ereksiyani dushmani hisoblanadi. Keyingisi esa pornoga qarab chamalash. Ushbu holatlarda porno ko'rib, pornoga qarab chamalash, menda yaxshi bo'lmayapti deb chamalash, bu ham katta xato hisoblanadi. Real aloqa bilan pornodagi aloqalar bir-biridan tubdan farq qiladi. U sizni psixologiyangizga ta'sir qilib, men unchalik kuchli emasman-ku, menda bunaqa bo'lmayapti degan tuyg'ular paydo qiladi va bu ham ereksiyaning kuzatilmasligi yoki yetarlicha zavq olmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jinsiy aloqa paytida ereksiya bo'lmasligi yoki olat so'lib qolishi doimiy kasallik emas. Ya'ni har doim ham kasallik degani emas. Ko'pincha stress, xavotir, gormonlar pastligi sabab bo'lishi mumkin yoki zararli odatlar bilan shug'ullanish ushbu holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun xavotirga tushmang. Agar uzoq vaqt 1-2 oy davomida ushbu holatlar kuzatiladigan bo'lsa, shifokorga borish kerak, tekshiruvdan o'tish kerak, keraklicha sabablarni topib, o'shanga qarshi dori-darmonlar bilan davo choralari ko'rish kerak.